Xo'sh. Menimcha mana shu qishloq bo'ladi yashashimga. Bu yerga qanday uy qursam ekan? Bu yerda uy qurib joylashishim kerak. Axir men millionerman. Ko'chada qolishim mumkin emas. Mana shu uyda olaymi ekan? Yo'q, bu uy xaroba. Bu uyda yasholmasligim aniq. Lekin mana bu yerda kattagina bo'sh joy bor ekan. Mana shu yerda uy qursam bo'ladi. Nimadir qilib bo'lsa ham bu qishloqchada yashab qolishim kerak, chunki shaharda meni quvib yuborishdi. Meni pullarim ko'p, eng muhimi shunisi. Mashinamni ham qayergadir joylashtirishim kerak. Hozir uy qurish uchun kimnidir topib kelay qishloqdan, qanaqadir qurib beradigan odam bo'lsa kerak. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha va Jigarlar kanaliga tezroq o'tib tashinglar, chunki men yangi kanallarni ochishda davom etmoqdaman va yangi kanallarga tezroq 1000 ta obunachi to'plab tashlamoqchiman. Bu esa meni juda ham katta maqsadim. Chunki nima sababdan bunaqa 1000 ta obunachini yig'ayapsan desanglar, men qanchalik ko'p 1000 ta obunachi to'plasam, qishloq meri menga shunchalik ko'p oylik beradi. Shu uchun tez kanalga obuna bo'lib tashinglar. Men bundan xursand bo'lardim. Stop. Derazamdan kim o'tdi? To'xtanglar. O, kimdir keldi. Kimdir keldimi deyman. Kimdir. Qani kimdir? Stop. Hozir kimdir kelganda bu? Ammo yana qandaysiga bir odam 2 marta kelishi mumkin? Tushunmadim. Men tushunmadim. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Sen Johamding? Qayerdan bildingiz? Qarochi yordaming kerak. Ortimdan yur, men senga pul beraman. Bitta uy qurib ber. Mayli, odamdan yaxshilik qilib qurib beraman va pulni ko'proq berasiz. Davay, kel. To'xtang, men chiqib olay. O'z qilmaysizmi? Endi yordam bo'lsin senga. Rahmat. Orqangizda pul rasm bor ekanmi? Qayerga boryapmiz? Mana bu yerda meni mashinam bor, ko'ryapsanmi? Ko'rib turibman, juda ham ajoyib mashinangiz bor ekan, gap yo'q. Mana bu yashik ichida narsalar bor. O'sha narsalardan foydalanib uy qur. Tushundim. Qayerdan uy quray? Mana shu yerda quraver. Mana shu yerdanmi? Ha, albatta, juda ham katta joy ekan. Men hozir qishloq yerni yoniga boraman. Sen esa qurib tur. Mayli. Mana shu eshik ichiga bor dedi. Eshigini ochib ketibdi. Mayli, ichini ko'raylikchi. Lekin salon juda ham tor ekan, qaranglar, o'sha tor. Oldini ochib ko'raylik. Wow, qaranglar, klassik ekan. Voy, menga yoqdi. Lekin bu mashina emas-ku, menga yoqqan. Nima qizig'i bor, hayronman. Motorni ochib ko'ramiz. Motor normal, motor. Mashinaning nomi nima ekan? Range Rover. Voy, mazza. Dahshat qimmat mashina bo'lsa kerak, qaranglar. Qop-qora o'zi ham tarnirovkalar urib tashalgan. Mana yashik ichida narsalar bor degan edi. What the? Diamond. Almost block, oltin blok, izimrod blok. Men shularda hozir uy qurishim kerak. Mana menga beradigan pullari bo'lsa kerak. Mana yerda uy ichiga qo'yadigan narsalar. To'xtanglar. Men shunday mana narsalardan uy qurishim kerak. Qanaqasiga, voy. Voy, vashshi boy odam ekan u. Vashshi boydan ham boy odam ekan. Hayronman, bundan qanday qursam bo'ladi? Всё так. Voy, dod, mana qaranglar, musurda olib tashlaylik. Men kirkam, narsalarni olib kelman uy qurish uchun. Qaranglar, qizig'i, mana bu narsalarni temir kirka titam ekan. Hayronman. Bu odam juda ham boy ekan. Voy. Bilmadim hozir nima qilishga hayronman. Mana bu uyni buzib tashlayim, joydan quraymi ekan? Bunaqa qimmatbaho uyni kattaroq joydan qurish kerak. Bu yerda menimcha sig'maydi. Brat, qayerdan kelyaptilar? Voy, brat, qarang, men mana bu oltin, izimrod va olmos bloklardan quraveraymi? Ha, albatta, o'shalardan qur. Lekin men umrimda bunaqa bloklardan qurmaganman. Endi qurasan. Qarochi, qurishni boshlagin. Keyin pul bor yashikda, o'sha pul senga. Keyin yana ichidagi narsalarni ham joylashtir. Bo'pti, qarochi, quraver. Men unda uyimdan borib narsalarni olib kelay, kirka, boshqa narsalarni. Mayli, tezlash. O'sha quyosh tepaga kelib qopti. Menimcha tezlashmasam o'zi bo'lmaydi-yu. Brat, hozir qishloqni men oldiga ketdim, merni oldiga ketdim deb ketuvdi. Keyin meni uyimning yonidan yana qaytib boryapti. Qishloqda aylanib yuribdilar menimcha, brat. Bularni olamiz. Fermada ham ishlashim kerak hali. Mayli, brat, avval uylarni qurib beray, keyin fermadagi ishlarni davom ettira qolaman. Okey, asta-asta. Mana bu narsalardan qurishimiz kerak ekan. Birinchi o'rinda belkurakni mana bu yerda yopib yuborishimiz kerak. Bloklar mana shu yerdan oson bo'lar menimcha. Chunki hech kim bunaqa bu yerdagi bloklar ishlatmagan, o'zi ishlatmaydi ham, ishlata olmaydi ham. O'shaning uchun shu yerdan olaveramiz asta-asta. Yetadi. Yana bir nechta olsak, to'liq yetib qolsak kerak. Okey. 19 ta oldim. 19 bitta berib qo'yamiz.
Tak, endi mana bu yerni yopib chiqamiz. Da yetar ekan. Bemalol. Oh, umrimda bunaqangi qimmatbaho bloglardan uy qurmaganman, to'g'risi. Agar sizlar qurgan bo'lsanglar, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu men uchun nima desam ekan? Короче, sizlarni qurganinglarni bilib olaman va men ham qurganimni sizlarga aytaman. Tak, endi mana bu o'tlarni bu yerdan fichik qilib yo'q qilish kerak. Fiting qilib yo'q qilish kerak. Tak, birma-bir hammasini yo'q qilishimiz kerak. Okay. Tak. Jigarli kanaliga obuna bo'lib tashinglar, chunki aytganimdek, men ko'proq 1000 ta obunachga to'plashim kerak. Tak qismini olmosdan qilamiz. Nimaga desanglar, olmos baquvvatroq blok deb o'ylayapman. Tak, menimcha kattalik jihatdan mana shu yetadi. Tak, bu tomonlarni ham xuddi shunaqangi kattalikda qilamiz. Xo'sh, okey. Okey. Voy, g'alati bo'lib qoldi. Bu yerda bunaqa qilib yuboraylik. Paka hozircha. Qo'limda nima deb so'ksam ekan? Kommentariyaga yozib qoldiringlar, lekin men so'kinishni yomon ko'raman. O'shaning uchun so'kmay qo'ya qolganim ma'qul. Menimcha kattalik jihatdan yaxshi bo'ldi va yana biroz kattartirsak juda ham ajoyib. Endi oltindan bunaqa qilamiz. Tak, yana bitta va yana bo'ldi. Bu yetmaydi. Yog'iga 3 ta qilamiz, yetadi. Tak. Okey. Tak. Okey. Va yerda eshik bo'ladi. O'rtada bitta eshikka joy qoldirib ketamiz. Eshikda atrofini bunday qilamiz. Bitta zina qo'yib yuboraman. Zinani esa topib kelaman qayerdandir. Ana endi izimruddan tak devor yasaymiz. Tak, okey. Mayli, bu yer ham baribir devor bo'lib ketadi. Qiyshiq qo'yib yuborgan bo'lsam ham nechivo. Tak, okey. Orqa tomonga menimcha deraza shart emas. Chunki orqa tomondan qayerni ko'rishlari mumkin bo'ladi. Hech qayerda ko'rmaylar. Bu tomonga qo'ldiramiz. Chunki mashinalarni kuzatib turishlari kerak. Garaj ham qurishim kerak, hali adashmasam. Bilmadim. Menimcha quraman garaj ham. Tak, bu yerni bunaqa. Old tomonga ham menimcha deraza shart emas. Ikki tomonda ikkita chiroyli derazalar chotki ajoyib bo'ladi. Tak, o'zi kech tushyapti. Hali tushmabdi kech. Tak, bitta blok ishlatishimizga to'g'ri kelyapti. Tak, tepasini ham olmos bilan yopamiz. Tak, okey. Va chiqdim tepaga. Tak, bu yerga qo'yamiz. Asta endi yopishda davom etamiz. Okey. Menimcha yetsa kerak. Agar yo'q, qanaqa yetadi? Yetmaydi. Tak, pastdagi ikkita olmos blok topib kelishimiz kerak. Tak, okey. Muhim menda temirlik yerga va bemalol yetadi. Tak, tepaga chiqamiz. Bu yerga qo'yilmadi. To'xtanglar. Mana, всё, normal. Endi pastdan turib ham tepasini yopsam bo'ladi. Yana bitta blok bor ekan. Buni ham olamiz. Oltindan qilib yuboramiz bu yog'ini. Shunda chiroyliroq bo'ladi, adashmasam. Endi chiroyli bo'ladimi, xunuk bo'ladimi, muhimi qimmatbaho bo'ladi. Chunki oltin, olmos, izumruddan qurilgan narsa doim qimmat bo'lgan. Tak, eshik, deraza degan narsalarni hali qidirib topishimiz kerak. Qayerdanligini esa albatta o'zim bilaman. Borvoz taxta yog'och olib kelib chiroyli qilib chiqaman. Menimcha normal chiqyapti. Tak. Короче, bitta videoni pauza qilib turib hamma joyini chotki qilib yuboraman. Tak, o'rmondan mana bir ikkita narsa olib kelyapman. Eshik, deraza, zina degandek birinchi zinani joylashtiramiz. Chotki bo'ldi. Endi eshikni ham joylashtirishimiz kerak. Ochaq, dahshat bo'ldi. Tak, endi deraza. 10 top kelgandi. Mazkur 4 tagida deraza ham yetishini o'ylamayapman. Mana bu narsalarni joylashtirib chiqdim. Fakel ham kerak. Fakel paka hozircha bitta joyda bor. O'sha joydan olib kelib turamiz. Mana bu yerda chopamiz shu yerdan. Nimaga ko'chadagini olib ketsan desanglar, endi ko'chaga 4 ta shart emas-da, to'g'risi. Bittasini Biratga berib tursak, Birat baribir qaranglar, Birat qanchalik boy. Qishloqda bunaqa boylar ko'payib tursa zo'r bo'lardi. Birat bilan keyinchalik gaplashib ko'raman. Tak, menimcha uxlaydigan joyini ustiga qo'ymaylik, mana shu yerga qo'yib qo'ysak normal bo'ladi. Tak, okey, всё, normal, chotki bo'ldi. Ana endi uyimga borib uxlaversam-mikan? Tak, pullarni olib olish kerak avval. Tak, pullarni olamiz. Mashinaga garaj qurish kerak edi, lekin garaj menimcha hali beri qurmasam kerak. Tak, nima qilsam ekan? Birat kelmadi. Qursang kelaman degandi Birat, lekin Biratdan hali darak tugul asar yoki Birat qarich ko'rinmayapti. Bilmadim, keladimi, kelmaydimi, hayronman. Kelib qolsa kerak Birat. Mana kelyaptilar, Birat kelyaptilar. O'sha yerga kutib turamiz. Tak. Birat, mana uyingiz tayyor, ko'ryapsizmi qanday chiqqanini? Ko'ryapman. Mana yoshikdan ichidagi pullarni oldingmi? Oldim Birat, rahmat sizga. Bo'ldi, olgan bo'lsak. Uy zo'r chiqibdi, gap yo'q. Короче, garajni erta-petda qurib berasan. Hozircha bemalol uyga ketishing mumkin. Rahmat senga. Arzimaydi Birat, katta addushi sizga ham. Va hozir qishloq, bu yerda oldiga borib uyni kadastr qilib kelay.
Aha, o'zi kun bo'yi merda oldiga qatnadi bu brat. Tak, ana endi uyimga boraman, bitta uxlab turaman. Erta payt garaj qurib ber dedi. Yo'q, garaj qurmayman. Mana fermada ishim turgan joyga garaj qurib balo bor menga. Bitta uxlab turaman-da, fermadagi ishlarimni qilaman. No, garaj qurishim ham mumkin. Endi o'ylab ko'raman-da, короче, albatta uxlab turadi. Sizlar esa videoni tomosha qilib turinglar. Voy. Ah, kechasi mana bu narsalar qo'limga muxlab qolibman qaranglar. Bu vashsheta botib ketdi hamma joyimga. Tak, bular pulni berib qo'ymaymiz, pulni yashirib qo'yish kerak axir. Tak, hozir men fermaga biroz ishlay, keyin esa bratni garajini qurib berishim kerak. Garajdan muhimroq fermam. Fermamni qurmasdan turib garajga o'tib keta olmayman to'g'risi. Tak, yopamiz fermadan, chunki men kun kechiryapman, bilasizlar. Tak, o'zim ham bilaman bu narsani. Tak, yaxshilab hammasini olamiz. Всё. Tak, endi bu tomonlarni ham xuddi shunday tezroq qilib tashlaymiz hammasini. Chotki. Tak, okey. Va yana bir marta, bir necha marta okeylar. Tak, endi oxirgisi bug'doyni ham hal qilamiz. Endi qaytarib ekish kerak. Menimcha shudgor qilib ekkanim yaxshi. Ya'ni hozir bug'doy ekkan joyimga sabzi ekaman. Sabzi ekkan joyimga kartoshka ekaman. Kartoshka ekkan joyimga bug'doy ekaman. Shunday qilsam, menimcha chotki bo'ladi. Tak, endi bu yerga ham sabzi eka qolaylik. Tak, bu yerga kartoshka ekilgandi. Kartoshka ekilgan joyga ham sabzi. Tak, sabzi ekilgan joyga kartoshka va sabzi ekilgan joyga bug'doy ekamiz. Keyingi hosil menimcha juda ham ajoyib, udar hosil bo'ladi. Hosilda o'ylagan holatda ekish kerak albatta. Tak, chotki, всё. Endi bu narsalarni aytib tashlayman. Bratga borib keyin garaj qurishlariga yordam berishim kerak. Tak, okey. Bu yerga joylashtiramiz hammasini. Okey. Bo'ldi, всё normali. Tak, adashmasam brat kelishlari, brat kelibsiz-ku. Ha, keldim. Garaj qurib berasanmi, jigar? Albatta. Yuring mayli. Ketdik, qurib beraman sizga garaj. Davay, yur. Aha, tak, to'xtang, eshigimni yopaman. Tak, chiqing eshikqa, ketdik brat endi. Ha, hozir mana. Ketdi, yur, davay. Aha, tak, men chiqaman. O'zim yopib beray senga hurmat uchun, ya'ni menga yordam beryapsan-ku baribir. Ha, bo'ldi. Tak, mana ayol kirib ketmoqchi bo'ldi, ko'ryapsizlar. Tak, brat, sekiroyavering, iltimos, juda ham tez yurar ekansiz. Uyingiz lekin yorib qurganman, o'zim ham tan olaman. Brat, mana shu yonidan quraversam bo'ladimi, uyingiz yonidan? Ha, albatta quraver. Короче, yana narsalar bor bu yerda, o'shalardan qo'l foydalan. Tushundingmi? Chotki chiqqan uylarga gap yo'q, jigar, attoshi. Aha, bo'ldi. Tak, hozir qurib tashlayman hammasini. Siz esa bemalol boring, merni yoniga garajda ham kadastr qilib keling. Ha, tushundik. O'zing ham bilasan, bo'pti. Rahmat. Omad. Aha, bo'ldi. Короче, jigarlar, men hozir garaj qurishni boshlayman. Sizlar esa keyingi videogacha xayr deb qolaman. Xayr. Keyingi qism bo'ladi, albatta, ikkinchi qism.